Farzand kutadigan odamlarning juda ko'pi qadarga norozi bo'lgandek bo'lib qoladi. Ko'p emas, ba'zi odamlar nimaga bizga farzand bermayapti ekan deb qadarga norozi bo'lib qoladi. Yo'q. Qadarga rozi bo'ling. Farzand bo'lmayotganlar qadarga rozi bo'lishni boshlasa, Alloh taolo beradi ularga. Qadarga norozi bo'lsangiz, Alloh imtihonni qattiqlashtirib boraveradi. Biz Allohni sinamaymiz. Alloh bizni sinaydi. Alloh taolo Qur'onda yahabu liman yasha'u inathan va yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan va inatha va yaj'alu man yasha'u aqima degan. Oxirida xohlaganini aqil qilib qo'yadi, farzand bermaydi. Hozir ba'zi odamlar chiqib aytayapti, bugun zamona rivojlanib ketdi, xohlaganini ikizak, xohlaganini o'g'il, xohlaganini qiz qilib homila qila olamiz deyapti. Bekorlarni aytdi. O'sha urug', o'sha bachadon munosib bo'lsa qiladi, bo'ladi. O'sha flakonlar joyida bo'lsa bo'ladi. Bo'lmasa Alloh taolo shunday qisib qo'yadi, hech narsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Alloh bermasa bo'lmaydi. Bunga iymon keltirish kerak. Eng to'g'ri gap aytsa nima deyish kerak? Yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'ladi deyish kerak. Bermasa nimaga isyon qilasiz? Isyon qilmang. Bermasa yaxshilikka uyadi. Bersa yaxshi. Ba'zi odamlar bor, farzand ko'rganiga pushaymon. Farzandidan qutula olmaydi. Farzand boshiga balo bo'lgan. Ba'zi odamlar farzandsizligidan tashvishda. Baxt qayerda yashaydi? Qadarga rozi bo'lgan qalblarda yashaydi. Qadarga rozi bo'ling, hammasi joyiga tushadi. Biz Allohni sinamaymiz. Alloh bizni sinaydi. Eng to'g'ri gap aytsa nima deyish kerak? Yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'ladi deyish kerak. Baxt qayerda yashaydi? Qadarga rozi bo'lgan qalblarda yashaydi. Qadarga rozi bo'ling, hammasi joyiga tushadi.